Assalomu alaykum aziz dehqonlar, paxtakorlar. Mana Xitoylik dehqonlarni paxtalarini ko'rgani keldik. Past tarafidan biroz yuqoriroq joydan mana ochilishi yaxshi. Sanamimiz 20-30 taga yaqin shekilli. Hozir tepa taraflarini ko'ramiz. Mana hamma yer bir xilda yaxshi qaralgan. Hozir mana yuqori tarafdan borib ko'ramiz. Mana hozir ertalab kelamiz dedik, ulgurmadik. Soat 10larga yaqin keldik. Kun issiq 28-30 gradus bo'lyapti. Bu yerga keldik. Sug'orish sistemasi dorilar, o'g'itlarni beribdi. Farg'ona azot deb. Tak. Karbamid berilibdi. Mana qoplari turibdi. Mana oshganlari qolib ketgan, mana oshganlari bor. Chayilib, yo suv yo'q, to'xtab qolgan menimcha. Bizda hozir kanalda bir haftadan beri suv yo'q. Shundan to'xtab qoldi shekilli. Meni o'yimcha ular dorini ichida tashlab ketmasida. Mana kanallar, mana sistema motori. Elektrik bu yerdan kelgan. Har galgidek shu yerga keldik. Mana yana qaytarib ko'rsataman. Dorilarni aralashtirib qolib ketibdi. Suv to'xtab qolgan menimcha. Haqiqatan biz ham makka jo'xorilar sug'ora olmayapmiz. Bir haftadan beri suv yo'q. Kanalda remont qilyapti dedi. Yana bilmaymiz nima bo'lgan. Paxtalar manalar ko'zsega olib bo'lgan. Mana shu kichkinasida tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 13 14. Mana shu kichkinasida 14 degan. Mana pakanalarida. Bunisida tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ekan unda. 12 ta. Pakanalarda shunaqa ekan. Lekin bular ko'chatdi. Mana gullar hali bitmaganlari ham bor ekan. Mana shu ahvol. Hozir tepa tarafiga yana chiqamiz. Ko'ramiz. Paxtani ichidan yura olmadik, qalin ekan. Shu taraf bilan boramiz. Hozir o'sha trubalarni bularni ko'ramiz. Xudo xolasa iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana o'sh tarafdan yuqoridan Oqbura daryosi bor. O'sha yerdan suv keladi. O'shani etek tarafidamiz biz. Daryolarda remont qilib kavlab tekizlayapti degandi. Bir haftaga suv to'xtaydi degan. Mana ariqlar qurib turibdi. Ular ham sug'orayotgan paytda suv to'xtab qolgan. Shunaqa. Suv keldi deguncha sug'orsa kerak. Sug'oradi. Mana yuqori tarafiga chiqdik. Mana o'sganlar yaxshilar bor. Gullab tugayotganlari bor, gullab bitganlari bor.
Mana shu pakanalari gullab bitibdi. Tak. 5 ta 6 ta olganlari ham bor pakanalari mana. Mana oshib ketsa bir 10 ta 12 ta. Lekin ko'chat 2 tadan. 2 tadan. O'rtada turgan 76 ga 10 qilib ekilgan joy. Qishloqning etek tarafida 20 gektardan ortiq yer bor. Bu yerda ham xuddi shunday ekan. Lekin uni o't bosib ketgan. Shuning uchun u yoqqa bora olmadik. Mana shu joyga keldik. Ular suv bor paytda yaxshilab sug'orilgan. Shuning uchun bir hafta ishlaydi. O'qlarda endi beryapti shekillik. Mana suv kelsa qo'shib beradi. Mana yuqori tarafi 30 gektardan ziyodroq. Endi ham aytib o'tganmiz. Bu Xitoyliklar o'zlariga, Xitoylik kommersantlarga kelishgan ekan. 77 so'mdan deganmi? 74 dan degan. Lekin bular hozir 77 dan zavodlar olamiz deyapti ekan. Lekin paxtani o'zi yo'q, ekkan odam yo'q. Mana shu joylar. Bu yerda bir yo'li bor edi. Yo'lini topolmadim. Juda o'sib ketgan. Lekin pakana. Pakana. Şu yerdemikine ortalarda yolu var bularda. Şu yolunu topalmayapti. Mana yolunu topdim. O'tib ketgan ekanmiz. Görmezler mana. Paxtalar. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ular umumiy hisobda 10 ta, 12 ta, 18 ta balandrog'ida 20 ta bo'lyapti. Yana bilmadim, ko'p balandroq o'sgan joylarda ko'proq bo'lsa kerak. Mana buni ko'ramiz hozir. Nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 16 ta ekan. Yana bir ikkita gullari qolibdi. Mana shanalar to'kilgani ham bor. Hozir hosildorlik qanday bo'ladi bu yil yana ko'ramiz, lekin ko'sayimiz soni ozda. Mana eng ko'pi o'xshayapti. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 20 bitta ekan. 20 bitta ekan. Demek 20 atrofida, 20-25 ta atrofida o'rtacha hisob. Lekin 76 4 qator ko'chat ko'pligi hisobidan
oz bo'lib qolsa ham hosil ko'p bo'larmikin bilmadim yana. Mana gullab bitayotganlari bor. Mana shular. Shuni men to'liq hisoblayman, hozir eng kattasi ekan. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 bitta shoxida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 24 24 ta ekan, bir 5-6 gullab turganlari ham bor ekan. Yigirma to'rtta, 5-6 gullagani bilan 30 ta, 28 ta deb qo'ysa ham bo'lar ekan. Mana. Menimcha hosil yaxshi bo'ladi. Ular 74 so'mdan gaplashib qo'ygan. O'zlarining nimasi bilan. Zavodlarda 77 dan olamiz deb paxta ekkanlar bo'lsa, kelishim tuzsa tuzmasa dehqonlar boshqa qayerga olib boradi? Paxta zavodlariga olib boradi, 77 so'm deyapti. Kelishim tuzishi ham mumkin. Lekin paxtani o'zi yo'q, ekkanlar juda oz. Xitoylar ko'p ekdi. O'tgan safar 130 gektar ekilgandi o'tgan yili. Bu yil 80 gektar deyapti. O'tganda tarjimaga aytdi. 80 gektar. Demak oz ekan. Qalinligi, rivojlanishi yaxshi. Paxtani ko'rinishi ham yaxshi. Mana gullab bitmaganlar, o'rtalarda gullab bitmaganlar juda ko'p ekan. Mana gullab bitmagan. Nam bor ekan mana. Nam, mana shanalar ham to'kilib ketgan. Ular vitamin bera olmay qolganmi deyman mana. Shanalar juda ko'p to'kilgan. Mana shanalar to'kilgan. Mana yangi shanalar, mana men yursam ham to'kilyapti. Mana. To'kilib tushyapti, yo qurt tushib qolgan. Nima qildi bilmayman. Tepalarda ko'rdim, shanasi to'kilgandi. Demak, to'g'ri to'kilyapti ekan. Mana suvar sistemasi qochilgan. Suvni ko'p ichganlari baland bo'lib qolgan. Lekin ko'rsanglar yetarli. Mana shu yer, mana juda yuqori o'sgan joylari ham bor. Mana shu yerlar suvni ko'p ichgan. Baland, mana gullab bitmabdi. Umumiy hisobda gullab bitmabdi. Mana gullari bor. Gullar juda ko'p. Demak bitmagan. O uzoqlarda ham gullar turibdi, ko'rinib. Demak yana ko'rsak bo'ladi. O'rta hisobda 25 ta bo'lganda ham hisobda har bir ko'chatda 25 ta deb hisoblaganimizda ham hosildorlik yaxshi. Mana o uzoqlarda o'sib ketgan joylari juda ko'p, pakana joylari ham bor. O'shalarda o'sgan bilan pakanani o'rtacha hisobda mana. Lekin o'sgan joylar juda ko'p. Gullab bitmaganlar ko'p ekan. Gullab bitmagan.
hozir bu yerdan kesib chiqib ketsak bo'ladi, lekin paxtani tepalab olmaylik. Mana izimizga qaytamiz. Mana og'aynilar, paxtani o'sishi, rivojlanishi mana bo'lishicha ko'rsatdik. Paxtakorlar bu yerda hozircha xitoylik dehqonlar, mahalliy aholi ekmay qo'ydi. Umuman mana shonalar to'kilgan, juda ko'p to'kilgan. Mana hozir men yurganda ham yangi to'kilgan. Demak bu to'kilyapti. Mana odam teksa tushib ketyapti. Shira ham oralab qolibdi bu yerlarda. Shonaga barkidan vitamin berish kerak. Kristalon, Novosilda aralashtirib bersa shona to'kilmaydi. Buni o'zlari ham bilsa kerak. Eski to'kilganlar ham bor, endi gullar ham yangisi. Mana men yurganda to'kilyapti. Demak, ular to'kiladi aniq. Bu shonaga qurt tushganmi kim biladi? Ko'rinmaydi bizga. Mana paxtalar yaxshi. Ular endi shona to'kilishga yuqoridan bera olmaydi. Suv bo'lsa suv bilan berardi, suv yo'q. O'sha tufayli ham, shu sababli ham turgandir, bera olmay. Bizlar ham biladi. Bular ko'rinishi. Bu yerda bola o'tiribdi. So'raymiz. Nima bo'lgan? Mol boqqan bolalar ekan. Mana bu yerlar, mana shonalar oldindan to'kilib bo'lgan. Mana oldini olib suv borida berilmagan menimcha. Mana gullar ham qurigan, shonalar ham qurigan mana shu. Ular suv to'xtashini bilmagan, vaqtida bera olmay qolgan. Mana og'aynilar, paxtaning umumiy ahvoli. Salomat bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlardan like va podpiska. Podpiskani bossanglar ko'proq odamlar ko'radi. Hamma dehqonlarni hosiliga baraka tilab qolamiz. Mana shu paxtaning ahvoli. Umuman olganda yaxshi, ko'rinishi yaxshi. Yana suv kelganda, keyingi tadbirlarda nimalar qilganda kelib olamiz. Xudo xolasa bu paxtani terib, yig'ishtirib, qancha tonna chiqishigacha aytib boramiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Tinch bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Kanalimizga yana bir bor aytaman, obuna bo'lishni unutmang.